Yine bir yangilik sizlar uchun hurmatli obunachilar, yine Toshkentda kinochilar uyiga kelib qolibmiz. Kinochilarni o'zim bilmagan holda geldim. Kinochilar bu yerdan shu kino ishlanadi. 52'den 1952-yildan beri netilgan. Ma'lumotga ega emasman-da, shu prosta menimcha 1925-yilda boshlanmoqchi edi. Shu kino ishlar shuda, kinochilar uyida deb aytiladi. Assalomu alaykum. Ana şurada kino bo'ladi, kino ish yerlarda kinochilar uyi deb aytiladi, beryapti nusxasi.